Ro'yxatingda hozir qo'y. Qo'yib ber, oldirolganingcha oldirasan. Olmasa o'zing olasan o'shaning nomiga. 10 milliondan 20 milliondan kredit oldirolmaydigan bo'lsang, ket qaysing bo'ladigan bo'lsang. Bu bitta bersa, bunisi 3 ta bersa, qayerdan chiqadi kambag'allikdan? Kunuz ixtiyoriga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimining birinchi o'rinbosari Zafar Ergashevga tegishli ekanligi aytilgan audio yozuv kelib tushdi. Unda amaldor aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha odamlarga 10-20 million so'mdan kredit berish bo'yicha topshiriq ijrosini so'rayotgani aks etgan. Audioda hokim o'rinbosari agar odamlar kredit olmasa, o'zlaring shu odamlarning nomiga kredit olasan degan gap ham eshitilgan. Zafar Ergashev bu gaplarni qaysi yig'ilishda, kimlarga qarata aytgani hozircha noma'lum. Viloyat hokimligidagi manba Kunuzga audiodagi ovoz Zafar Ergashevga tegishli ekanligini inkor etmadi. Ma'lumot uchun, Zafar Ergashev bir muddat Chiroqchi tuman hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi bo'lib ishlagan. 2023-yilning avgustidan esa uning o'rnini hozirgi hokimi Fayzulla Yusupov egallagan. Shundan beri Zafar Ergashev tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari sifatida ishlab kelmoqda.